Istanbul, Turkiyada hammaga salom. Xo'p, kommentariyalarımda juda ham ko'pchilik so'ragan mavzuga bugun javob bermoqchiman. Ya'ni Turkiyaga ishga kelmoqchi bo'lganlar, Turkiyaga ishga kelmoqchimiz. Dokumentlar qanaqa qilinadi, shular haqida qisqacha ma'lumot bering deyishgan. Men bugungi videoni birinchi mana sizlarga ozgina bo'lsa ham tushunarli bo'lishligi uchun umuman o'zi Turkiyaga o'zbekistonliklar qancha muddatga kelishi mumkin va qanaqa kelishi mumkin, qanaqa qilib kelishi mumkin, shu haqida bilmaganlarga ozgina ma'lumot bermoqchiman. Albatta bilganlar bilsalaring u o'zinglarniki. Men prosta bilmaganlarga ozgina ma'lumot bermoqchiman. Xo'p, demak Turkiyaga ishlagani kelmoqchi bo'lsangiz, demak bu unchalik qiyin emas. Siz aeroportdan umuman aviakassadan bilet sotib olasiz Turkiyaga. Siz kelishingiz mumkin. Ya'ni Turkiya O'zbekiston fuqarolari uchun bez viza, ya'ni 3 oyga siz kelib, 3 oy bemalol yurishingiz mumkin. Demak, biz o'zbeklarimiz shundan unumli foydalanib 3 oy ichida ishlashadi ham. Xuddi mana shu 3 oy ichiga kelib, siz bemalol sayohat qilib yoki bo'lmasa ishlab, ish topib joylashishingiz mumkin. Endi agar 3 oydan keyin ko'proq qoladigan bo'lsangiz, albatta siz dokument qilishingizga to'g'ri keladi. Dokument masalalari, qanaqa dokumentlar qilinadi, qanaqa qilib o'zi umuman ish topish mumkin deydigan savollarga keyingi videoda javob beraman. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar va o'zlarini qiziqtirgan savollarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha